Assalomu alaykum. Hurmatli guruh a'zolari, hamma yaxshimi? 25-may kuni ochilgan kaklik jo'jalarimiz. Bu gruppalar bor. Ochgan kuni ham manaki o'zi moki erkaklar ajralib qoldi. To'liq qo'lga o'rgangan. Bitta tovuq jo'jasi ham bor. 11 ta kaklik jo'ja ochuvdi. 11 ta kattardi. Endi xudo xolasa bundan buyog'iga ham nima qilsa kattarib qolsa, bu yil tuxumidan keyin inkubatorga bostiramiz-da. Xudo xolasa shu ketishda katta bo'lsa, fevral oxiri, mart boshlarida tuxumga kirib qoladi ba'zi mokalari. Okay. Odamdan qochmaydi, inkubatorga ochgan, qo'lda katta bo'lgan kaklikchilar. Bitta dakan xo'rozi bor ichida. Jaydar tovuq bolalari bor. Bitta qirg'ovul bor. Qolgan hammasi katta bo'lyapti.